1 minut ichida ulguramanmi yo'qmi bilmayman, lekin Vest Elite avtotuningni qilayotgan ishlarni hammasini 1 minut ichida sizga tanishtirib o'tishga harakat qilishim kerak. Shunga sal tezroq gapiraman, tepada vaqt ketyapti. O'tib ketdi deysiz. Xullas, Tracker 2 avtomobilni olib qolganmiz. Polniy salon laminatsiya qilib beramiz, krugovoy tonirovka qilib beramiz. Malibu 2 bar samarasiz ustonovka qilib beramiz. Akkumulyatorlar o'tirgan ekan, akkumulyatorlarni ham yangi Delcor akkumulyatoridan ustonovka qilib beramiz. Gentra avtomobilni olib qolganmiz. Full variantida shumizatsiya qilib, buni ham taqir tuqur ancha-muncha ishlari bor. Malibu 2 bar ustonovkalar bilan xullas, buni ham ancha ishlari qilinyapti. Hozir jarayonda ketyapti. Endi bo'lsa tashqari ishlarni sizlarga tanishtirib o'taman. Bu qora Gentrani ham Malibu 2 bar ustonovkasi $111 sotuvga chiqarilgan Malibu Anatomy rul ustonovkasiga olib qolganmiz. Buni ham jarayonlari ketyapti. Hozir yana qolgan ishlar bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Bu Cobalt'imiz ham full variantida tayyor bo'ldi. Egalarini kutyapti. Qilingan ishlarimiz full variantida shumizatsiya qilib berdik. X6 dizaynda chig'ol ustonovka qilib berdik. Poliklarni tashib berdik. Zavodskoy rullaridagi knopkalarni o'rnatib, kruiz kontrollarini yoqib, shtatnik bitlardan radiatsiyalarni yoqib berdik. Xullas, mashinamiz egalarini kutyapti. Bu ham yangi hali uyga borishga ulgurmagan Cobalt'imiz. Salondan chiqqan yangi Cobalt avtomobilini olib qolganmiz. Bunga qo'yadigan ishlarimiz Mers farasidan ustonovka qilib beramiz, registrator ustonovka qilib beramiz. Katta glavniy ishlaridan Malibu 2 barra full variantida chiroyli qilib mashinamiz yangi emasdi, bir dona samarez urmasdan ustonovka qilib beramiz. Vaqtimiz 1 minutdan o'tib ketdimi yo'qmi bilmayman. Tepada vaqtimiz ketyapti. O'tib ketgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring, chunki menga ko'rinmaydi. Sizlarni hammalarni Elite avtotuningda kutib qolamiz. Shu videoga bitta like bosib qo'yib, bemalol Elite avtotuningga tashrif buyurishingiz mumkin.